Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan texnikamiz 2 oy oldin komada yotdi. Reanimatsiyada hushsiz holatda yotgan texnikaga biz yangidan hayot baxsh etdik. Ya'ni yana boshqatdan yashashiga imkon berdik. Arti Holdings kompaniyasi shunaqa, ya'ni hayotga qaytarish ishlarini ham amalga oshiradi. Hyundai modelidan 140 talik hurmatli mijozlar. Bilaman, videoni ko'rib turganlar orasida bu texnikani kutib turganlar, ya'ni narx borasida talashmasdan ham sotib oladiganlar chiqib qoladi. Endi esa men sizlarga bu texnikaga biz qanaqa qilib yangidan hayot berganimizni bitta-bitta sanab o'taman. Shuningdek, videoning oxirida narxini ham aytib o'taman. Videoga bitta like bosib, kuzatishda davom eting. Dastlab bu texnikaga biz 8 ta balon qo'ydik. Yangi balonlarini Tiron kompaniyasidan hammasini almashtirdik. Kraska qilingan, 100% to'liq yangi holatga keltirilgan. Men kraska qilinmagan deb aytmayman, to'lig'icha. Rostcha aytaman, hamma yo'g'i kraska qilingan. Sabab bu texnikamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan texnika va ishlagan texnika. Hozir esa bu yangidan detoring qilingandan keyin ishlagan soati ham 0 ga tushgan. Yana nimalar qo'shilgan deydigan bo'lsak, eng asosiysi motori polni yangilangan. Eski motorni olib tashlab, yangi motor qo'yilgan. Jamiki shilanglari hammasi ham yangi shilanglarga o'zgartirilgan. Strelasi o'ziniki, faqatgina mana shu ko'rinishi, kuzupi o'sha 2011-yilda ishlab chiqarilgan texnika, lekin qolgan hamma joyda yangidan qo'yilgan. Xudo xolasa $65,000 narx qo'yildi. Bunga SNGga yetkazib berishi, dokumentlari hammasi ichida. Bitta o'zini mana обычный kovushi va yoniga bitta transing kovush ham qo'shib beriladi. Oladigan agar insonlar, mijozlar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa biz ham narxlarini o'tib berishga harakat qilamiz. Bizni telefon raqamlarimiz o'sha. Kimga kerak bo'lsa 140 talik Hyundai bizga telefon qiling. Sizga esa biz qayta bog'lanamiz. Sog' bo'linglar.